alaykum. Men Ismoilova Iqbolay Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filial 2-bosqich talabasiman. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz ta'lim mazmuni haqida tushuncha. Rejalarimiz: ta'lim mazmuni tushunchasi, ta'lim mazmunini belgilovchi omillar, ta'lim mezonlarini rivojlantirish yo'llari. Ta'lim insoniyat tajribasining ma'lum tomonlarini, ya'ni talabalar ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi talablariga muvofiq darajada bilim va tarbiyaga ega bo'lishlari ta'minlaydigan faoliyatdir. Demak, pedagogik ta'lim jarayonining mazmuni bilim, ko'nikma va malakalar tashkil qiladi. Talabalar o'qish orqali bilim olish qurollanadilar. Bunday bilimning o'zi kifoya qilmaydi. Uni hayotda ko'p unum beradigan qilib qo'llay olish lozim. Buning uchun esa talabalar ko'nikma va malaka hosil qilishlari zarur. Ta'lim tizimi nuqtai nazaridan axborot texnologiyalarining joriy etilishi bilan birga yuzaga keladigan quyidagi muammolar muhimdir. Birinchisi, texnik muammolar. Bular ta'lim tizimida foydalanilayotgan elektron hisoblash va mikrotsessor texnikaga qo'yiladigan talablarni, uni qo'llash xususiyatlarini belgilaydi. Ikkinchisi, dastur muammolari. Bular ta'lim tizimida foydalanish uchun dastur ta'minotining tarkibi va ularning qo'llanishi tarkibi va xususiyatlarini belgilaydi. Uchinchisi, tayyorgarlik muammolari. Bular o'qituvchi va o'quvchi, pedagog va talabalarning hisoblash texnikalaridan foydalanish o'quvi bilan bog'liqligi. Ta'lim tizimi har bir jamiyatning rivojlanish darajasidan ham shu jamiyatning talabalaridan kelib chiqqan holda shakllanadi. O'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim jarayonida zarur bilimlar bilan qurollantiradi. Kerakli malakalarga ega bo'ladi, ko'nikmalar hosil qiladi. Ta'lim inson bilish faoliyatining eng murakkab turlaridan biri bo'lib, psixik, individual rivojlanish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini jadallashtiradi. Ta'lim nazariyasi ta'lim jarayoni tushunchasi va mohiyatini, ta'limning mazmuni, uning usullari va vositalari hamda tashkil etish shakllari o'zida aks ettiradi. Ta'lim jarayoni 3 qirrali deb qarash mumkin. Birinchisi, bilim, iqtidor va ko'nikmalarni malakalarga aylantirish jarayoni. Ikkinchisi, shaxsiy sifatlarni tarbiyalash, shakllanish hisoblarini rivojlantirishdan iborat. O'quvchi talabalarning bilish faoliyatini tashkil etish maqsadida o'quv ishlarini olib borar ekan, avvalo ta'lim jarayoni orqali 3 vazifani, ya'ni 3 maqsadni hal etishi lozim. Birinchisi, ta'limiy maqsad. O'quv material mazmuni bilish, ya'ni fanga tegishli ilmiy bilimlarni o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish. Ikkinchisi, tarbiyaviy maqsad. Fan asoslarini o'zlashtirish orqali ularning mazmunida yotgan g'oyalar, dunyoqarashlar ta'sirida o'zining shaxsiy sifatlari, iymon-e'tiqodini shakllantirish. Uchinchisi, rivojlantiruvchi maqsad. Ta'lim jarayoni ta'sirida shaxsning aqliy kamoloti, bilish qobiliyatini, o'qishga, mehnatga munosabatini rivojlantirishdan iborat. Bugungi mavzuyimiz qisqacha shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.